faqatgina fe'lga qo'shilib keladigan illi, sengak, kehvik yoki yejong ida grammatikasi kelajakda bironta ishni qilishni reja qilib turganingizda shu grammatikadan foydalanasiz. Misol uchun aynan miyot miyong'il miyot miyongchim nal kehvik yeyo taxminan nechta farzandni ko'rish rejasidasiz? Tum yong chongdo nal sengak yeyo ikkitacha o'ylab turibmiz. 자유로운 생활을 좋아해서 결혼하지 않고 혼자 살 생각이에요. 일은 하기 약속을 하면 내가 일을 몇살이야? 늦었잖아. 공부를 더 하기 위해서 대학원에 할 계획이에요. 전공 뭐예요, 선생님? 전공 전공. mutaxassis. mutaxassis darsini 하기 위해서 뭐라고 하면 돼요? qilish uchun. mutaxassislik darsini yana ham yaxshiroq o'rganish uchun magistraturaga o'tishni xohlayman. O'qish rejasidaman. 한 달 동안 유럽으로 출장을 다녀올 예정이에요. bir oy mobaynida Yevropada 출장 뭐예요? Komandirovka. komandirovkaga, ya'ni ish safariga borib berish rejasidaman. 감사합니다, 선생님. 저는 학교에 가야 돼요. 다음 문법. 빨리 좀 시간 없어요. 학교에 가야 돼요. 미리실에 가야 돼요. 숙제 안 하고. 언제 가요? 언제 학교에 가요?